Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Mana taqribimiz sabag'imiz o'razaning niyetine қатысты bir necha masala aytaman. Birinchi masala, o'raza ustavga niyet kerak. Niyet bo'lmasa, o'raza bo'lmaydi. Ikkinchi masala, o'raza ayına bir niyet jetemi, ya'ni o'raza ayının birinchi tunida aytam, ishimdan, ya'ni o'y keladi, niyet denemin. O'raza ayın bärini ustayman deb bo'ldi. Kelesi kunde niyetlenmeymin. O'sha bir niyet jetemi bukul o'raza ayına. Kibir ulamalar bo'lat debdi. Biroq ko'pchilik uning ishinde İmam Abu Hanifa mazhabinde bo'lmaydi deydi. Her kunga bir niyet kerak. 30 kun bo'laman, 30 niyet. 29 bo'laman, 29 niyet. Men bu taqribda sabaqda bukul mazhablar bo'yicha aytaman. Odan keyin üçüncü mesele qachon niyetni qachon niyetlenemiz. Niyet akşam bastaladı. Basta vaqti akşam. Taң atqanға дейін ko'p ulamolar taң atqanға дейін vaqti bor deydi. Taң atqandan keyin niyetlense o'raza bo'lmaydi deydi. Biroq İmam Abu Hanifa mazhabinde taң atqandan keyin de bo'ladi deydi. Tushga deyін vaqti bor deydi. Eng kech tushga deyін. Biroq ko'pchilik ne dedi? Taң atqanға deydi. Endi biz ne isteymiz? Mümkün bo'lsa taң atqanға deyін niyetlenip qo'yu kerak. Yani İmam Abu Hanifa mazhabinde tushga deyін dese de muhiyat bo'lu kerak adam dinine. Taң atqanға deyін niyetlenip bitiru kerak. İmam Şafii'nin bundan da aytgan bir sözü var. Men cuma namazının, cuma gününün g'uslun vacip demeymin deydi. Biroq tastamaymin deydi. Yani mümkün vacip bo'lib qolsa kuna istegen bo'lmaymin. Yani dinimde kemşilik, qulçuluğumda kemşilik bo'lmaydi deydi. Yani o kişi safarga chiqqanda da cuma gününün g'uslun tastamaydi degan. Yani so siyahtı mümkün bo'lsa taң atqanға дейін niyetlenip qo'yu kerak. Endi men Abu Hanifa mazhabinde men tushga deyін ma'an bo'ladi desa o'zi biladi. Biroq yani muhiyat bo'lu kerak adam dinine. Odan keyingi mesele niyetni tilmen aytuv bo'lama bo'lmaymi? Kibir ulamalar tilmen aytuv bid'at degan. Biroq kibir ulamalar tilmen aytuv da bo'ladi deydi. O da bo'ladi deydi. Ari tilmen, ari yüregmen niyetlengen bo'ladi deydiler var. Endi qisqacha bu o'raza ayının o'razasına қатысты niyetler. Nafil o'razalarda niyetler boshqacha bo'lib ketadi. Ol boshqa masalalar. Men tek qana o'raza ayına қатысты niyetine қатысты meseleleri aytdim. Qisqacha endi o'si Allah subhanahu taala istagan o'razalarimizni qabul etsin. Din sog'lig'imiz bilan, kuch quvvatimiz bilan ustavga nasib etsin. O'raza ayını boshqa o'tkazbeu, qulchilik bilan o'tkazuvga, qulchiliklarimizni boshqa zaman qaraganda orttiruvni nasib etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.